Kelajakda qanday uyda yashashim haqida, orzularim haqida gapirib beradigan bo'lsam, xullas man qishloq sharoitda yashashni xohlayman-da, unaqa shahar joyda emas. Man o'zim qishloqda tug'ilib o'sganligim uchun man qishloqda yashashni yaxshi ko'raman. Ya'ni mol, qo'ylarim bo'lishini xohlayman. Biz o'zi mol, qo'y boqmaymiz. Shahar forma yashaymiz desam ham bo'laveradi. Qishloqda tursak ham unaqa mol, qo'yimiz yo'q. Buni olishga sharoitimiz yo'q bo'lganligi uchun. Bilmadim, balki mol, qo'ylarni juda ham yaxshi ko'rarman. Shu it boqaman. Uyda it boqqanman, quyon ham boqqanman, quyon ham boqib kelaman. Xullas, menga quyon boqishlar yoqadi, it boqish yoqadi. Xullas, hayvonlarni boqish joni dilimda. O'zim qarab, ularga boqish, mehr berish. Bu insonga boshqacha zavq bag'ishlaydi, shuning uchunmi bilmadim. Dalalarda narsalar ekishni yaxshi ko'raman. Ekin ekish, o'zim dalada yerlar chopganman, shuning uchun ham menga ekin ekishlar yoqadi. Shuning uchun menga xullas qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar u insoncha dehqon inson bo'ladimi? Qiziqayapti. Xullas qishloqda yashayman kelajakda. Inshaalloh Xudo xohlasa. Unaqa shahar sharoitida yoki zo'r uylarda, zo'r qasr joylarda yashashni xohlamayman. Oddiygina qishloq sharoitida yashab, turmush o'rtog'im bilan ham kelajakda shunaqa sharoitda yashashni xohlayman. Agar bunga rozi bo'lmaydigan yigit bo'ladigan bo'lsa, boring deb qaytib boraman deydi. Xuddi shunday unaqa inson bilan xayrlashganim yaxshi. Mani endi orzularim shunaqada. Men unaqa yo'q, endi qishloq joyda ham zo'r uy qurib, zo'rlab yashasa bo'laveradi-ku. Endi boshqa joydan olgandan ko'ra, baribir qishloq havos toza-da. Qishloq sharoitida o'rgangan odam endi boshqa joyda ham yashab keta oladi-yu, baribir daladagi zavqdan, hayvonlarni boqish zavqidan, baribir hovlidagi zavqlardan bebahra qoladi-da, boshqa joyda yashasa. Shuning uchun ham mani orzum, inshaalloh Xudo xohlasa turmushga chiqsam ham yoki o'zim uy sotib olsam ham, inshaalloh niyatim o'zim uy sotib olish. Turmushga chiqish haqida umuman o'ylamayapman, chunki men o'zim orzumdagi yigit yo'q. Shuning uchun ham o'zim uy sotib olsam, mana shunaqa sharoitda yashagan bo'lardim. Inshaalloh Xudo xohlasa oila a'zolarim bilan birgalikda yashayman. Balki yaxshi inson uchrasa ham, mana shunaqa yigit bo'lsa yaxshi bo'lardi. Unaqa boyvachcha, o'ziga bino qo'ygan yigitlarni yoqtirmayman. Shunaqa. Menga oddiy insonlar yoqadi.